Biologiyada juda esda qoladigan ko'plab laboratoriya ishlari bor. Buni oldin ham aytganman. Lekin men ayniqsa bitta tajribani juda yaxshi eslayman. Bizda bakteriyalar bor edi va biz ularga boshqa bir organizmdan gen berdik. Bu gen meduzadan olingan bo'lib, aniqrog'i yorug'lik chiqaradigan meduzadan. Bakteriyalar bu genni qabul qilgach, ultrabinafsha yorug'lik ostida yaltirab porlay boshlardi va xuddi meduza kabi. Juda ajoyib, to'g'rimi? O'qituvchi bo'lganimda ham bu laboratoriya ishini qilish juda qiziqarli edi. Bu tajriba ilg'or biologiya kurslarida juda mashhur. Tabiiyki, hamma bir savolni beradi. Bakteriyaga inson geni berish mumkinmi? Faqat meduzaniki emas, balki insonniki-chi? Bu savolga javob ha, mumkin. Unda men laboratoriyada insulin qanday ishlab chiqarish haqida tushuntirib berardim. Insulin bu barcha odamlarga zarur bo'lgan gormon. Uni oshqozon osti bezi ishlab chiqaradi. Insulin hujayralarga glyukozani qabul qilishda yordam beradi. Ammo birinchi tur diabet kasalligida oshqozon osti bezi yetarli insulin ishlab chiqarmaydi. Shuning uchun bemorlar insulin qabul qilishlari kerak bo'ladi. Odatda inyeksiya shaklida. Xo'sh, laboratoriya sharoitida insulin qanday ishlab chiqariladi? Bugungi kunda eng keng tarqalgan usullardan biri bakteriyalardan foydalanish. Laboratoriyada bakteriyalarga insonning insulin geni beriladi va bakteriyalar insulinni ishlab chiqaradi. Buning uchun juda ko'p afzalliklari bor. Bakteriyalarni o'stirish oson, ular juda tez ko'payadi va ko'p joy egallamaydi. Meduza va insulin misollari transformatsiya jarayoniga misol bo'ladi. Transformatsiya bu hujayraning ko'pincha bakteriyaning atrof muhitdan DNKni qabul qilib, undan foydalanish jarayonidir. Transformatsiya tabiatda ham sodir bo'lishi mumkin, ammo bu holatda u maxsus ravishda amalga oshirilgan. Bu transformatsiyalar boshqa organizmlardan olingan muhim genlar yordamida bajarilgan. Bu ikki misol videomiz mavzusi bo'lgan genetik muhandislikka kiradi. Genetik muhandislikni umumiy qilib aytganda biotexnologiya vositalari yordamida organizm genotipini o'zgartirish deb ta'riflash mumkin. Endi insulin ishlab chiqarish misoliga batafsilroq to'xtalaylik. Mana bu inson hujayrasi. Tanadagi ko'p hujayralar kabi u yadroga ega va yadroning ichida deyarli barcha DNK joylashgan. Eslasangiz, genlar DNKdan tashkil topgan. Insulin oqsilini ishlab chiqaruvchi gen tanadagi ko'plab hujayralarda mavjud. Bu genni hujayra DNKsidan ajratib olish mumkin yoki laboratoriyada sun'iy ravishda sintez qilish ham mumkin. Insulin geni bakteriyalar plazmidiga joylashtiriladi. Plazmid bu bakteriya xromosomasidan tashqari bo'lgan qo'shimcha genlar to'plami bo'lib, odatda doira shaklida bo'ladi. Plazmidlar bakteriyalarda keng tarqalgan, hatto xamirturush hujayrasida ham uchraydi. Kerakli DNKni plazmidga joylashtirish uchun unda joy ochish kerak bo'ladi. Buning uchun restriksion fermentlar ishlatiladi. Bu fermentlar DNKni aniq joylaridan kesadigan juda mayda qaychiga o'xshaydi. Plazmid ma'lum joydan kesilib, inson insulin geni qo'shiladi. Ligaza fermenti esa DNK replikatsiyasidan esingizda bo'lsa, genni joyiga mahkamlab yopishtirishga yordam beradi. Shundan so'ng bu rekombinant DNK deb ataladi, chunki u turli manbalardan olingan DNKlarni o'z ichiga oladi. Bakteriyaning plazmidni qabul qilishi uchun maxsus kimyoviy moddalar va harorat o'zgarishlaridan foydalaniladi. Bakteriya bo'linganda plazmid yangi hujayraga ham o'tadi. Keyin ularning qiz hujayralari ham plazmidga ega bo'ladi. Jarayon shu tarzda davom etadi. Natijada bakteriyalar inson insulin genidan foydalanib, inson insulinini ishlab chiqaradi. Bu insulin laboratoriyada tozalanadi va odamlar uchun ishlatiladi. Endi ba'zi tushunchalarni ko'rib chiqamiz. Bu genetik muhandislik misolida bakteriyalar rekombinant DNK yordamida genetik jihatdan o'zgartirilgan. Bunday bakteriyalar transgen deb ataladi. Ya'ni tarkibida boshqa organizmdan olingan genetik material bo'lgan har qanday organizm yoki mikroorganizmlar transgen hisoblanadi. Bu holatda plazmid vektor vazifasini bajaradi. Vektor bu rekombinant DNKni hujayra ichiga olib kiruvchi transport vositasidir. Plazmidlar eng ko'p uchraydigan vektorlar hisoblanadi, ammo ular yagona vektor emas. Masalan,
Masalan, viruslar ham vektor bo'lishi mumkin. Agar virusning o'z genetik materiali olib tashlanib, uning o'rniga kerakli gen joylashtirilsa, virus maqsad hujayraga yopishib, shu genni yetkazib berishi mumkin. Viruslar bakteriya, zamburug', o'simlik, hayvonlar va hatto inson hujayralarini ham nishonga olishi mumkin. Agar plazmid yoki virus vektor sifatiga mos kelmasa, boshqa usullar ham mavjud. Masalan, mikroinyeksiya, maxsus mikropipetka yordamida genni hujayra sitoplazmasi orqali yadrosiga kiritish mumkin. Masalan, urug'langan sichqon tuxum hujayrasiga. Yoki yana bir qiziq usul bor. Gen qurollari. Ha, haqiqatan ham gen qurollari mavjud. Gen qurollari DNK bilan qoplangan juda mayda zarrachalarni, oltin zarrachalarni hujayralarga otadi. Bu ayniqsa qalin hujayra devoriga ega bo'lgan hujayralar, masalan, o'simlik hujayralari uchun juda foydali. Genetik muhandislik usullari va vositalari doimo rivojlanib bormoqda. Restriksion fermentlar DNKni ma'lum joylardan kesadi. Ular aslida bakteriyalarning viruslarga qarshi tabiiy himoya tizimidir. Ammo agar DNKni aniq xohlagan joydan kesish mumkin bo'lsa-chi, balki siz CRISPR haqida eshitgandirsiz. CRISPR-Cas9 tizimi maxsus yo'naltiruvchi DNK RNA yordamida DNKni aniq joydan kesadi. Bu tizim ham bakteriyalarning tabiiy himoya mexanizmidir. CRISPR yordamida genni olib tashlash yoki o'rniga yangisini qo'shish mumkin. Bu texnologiya o'simliklar, hayvonlar va hatto insonlarda qo'llanilmoqda. Biroq CRISPRda laboratoriyada ishlab chiqarilishi mumkin bo'lgan maxsus yo'naltiruvchi RNA yordamida Cas9 oqsilini ma'lum bir maqsadli gen atrofidagi nuqtalarni kesishga yo'naltirish mumkin. Shunday qilish orqali tanlangan maqsadli genni olib tashlash bilan gen tahrirlashni amalga oshirish mumkin va agar xohlasangiz, uning o'rniga yangi gen joylashtirilishi mumkin. Birinchidan, tibbiyot sohasida qo'llanilishi. Insulin ishlab chiqara olmaydiganlar uchun insulin ishlab chiqarish biz aytib o'tgan misoldir. Hozirgi kunda farmatsevtika kompaniyalari qon ivish omillari, inson o'sish gormoni va boshqa ko'plab narsalarni tayyorlash uchun ham genetik muhandislikdan foydalanadilar. Qishloq xo'jaligida ham genetik muhandislik mavjud. Masalan, hasharotlar, gerbitsidlar yoki qurg'oqchilikka chidamliligi yuqori bo'lgan genetik modifikatsiyalangan ekinlar, shuningdek havo va tuproqdagi ifloslantiruvchi moddalarni tozalashi mumkin bo'lgan o'simliklarni yaratish bo'yicha genetik muhandislik tadqiqotlari olib borilmoqda. Hayvonlarga oid misolda esa parranda grippi sifatida tanilgan avian influenzaga chidamli tovuqlarni yaratish bo'yicha genetik muhandislik ishlari olib borilmoqda. Genetik modifikatsiyalangan sichqonlar esa ko'pincha ma'lum genlarning funksiyalarini yaxshiroq tushunish uchun tadqiqotlarda qo'llaniladi. Amalga oshirilayotgan genetik muhandislik turiga qarab, bularga hayvonlar farovonligi, ekologik muammolar yoki tenglik yoki foydalanish va imkoniyati kabi masalalar kirishi mumkin. Bular yana o'sha ko'p misollardan faqat bir nechtasi. Tavsifimizga genetik muhandislik bilan bog'liq bioetika manbalarini kiritdik. Agar genetik muhandislik sohasi sizni qiziqtirsa, shuni bilingki, genetik muhandislik kabi kelajakda o'sishni kutilayotgan sohadir.